Onlayn enini olishni ko'rib chiqamiz. Onlayn enini olish uchun Yandexga kiramiz. Poiskga yozamiz O'znat enini. O'znat enini pasporti. Mana shu saytga kiramiz mana. Mana shu saytga kiramiz. O'znat enini kirgandan keyin приниматga bosamiz. Продолжить bosamiz. Mana bu yerda familiya, ism, отчество yoziladi. Keyin tug'ilgan yili, pasport nomini o'zgartiramiz. Pasport гражданин qo'yamiz. Pasport иностранный гражданин. Bu yoqqa serial nomer, bu yoqqa pasport berilgan chistosini yozamiz. Misol yozamiz. Abdalov Egamberdi. Egamberdi Hasanovich. Bu yoqqa tug'ilgan yil yozamiz. 0602 1987. Pasport гражданин qo'ydik, иностранный гражданин. Bu yoqqa serial nomer yozamiz. FA 25 32 837. Bu yoqqa pasport berilgan chistosini yozamiz. 10.04.2021. Apparatga bosamiz. Mana endi nomer topildi. Mana bunga bosib skachat qilib olamiz. Получить перепуск. Skachat bo'ldi. Ochib ko'ramiz. Mana endi tayyor.